Qurilish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga navbatdagi imkoniyatlar berilmoqda. Auksionda yer sotib olgan tadbirkor endi 6 oydan 1 yilgacha hujjat yig'ib yurishiga chek qo'yiladi. Endilikda hokimlar yerni onlayn auksion savdolariga chiqarganda yerni qurilishga ruxsati, arxitektura rejalashtirish topshirig'i va loyihasi bilan tayyor paket shaklida sotuvga chiqaradi. Bu haqda bugun prezidentimiz tadbirkorlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda ta'kidlab o'tdi. Bunday yerni olgan tadbirkorlar darhol qurilishni boshlashi mumkin bo'ladi. Demak, bunday amaliyot Urbanizatsiya va uy-joy bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi tomonidan kompleks qurilish hududlarida ham amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Prezidentimizning 73-sonli qaroriga ko'ra, kompleks qurilish hududining batafsil rejalashtirish loyihasi turar joy va noturar joy lotlarga bo'lingan holda qurilishga tayyor yer shaklida elektron onlayn auksion savdolariga chiqariladi. Bu nima beradi? Avvalo, qurilishlarni tez, sifatli bo'lishi hamda eng muhimi, noqonuniy qurilishlarni oldini olishga xizmat qiladi.